Bolam 3 yoshga to'ldi, lekin hali ham gapirmayapti. Voy 5 yoshdan gapirib ketadi kelin. Adasi ham 5 yoshdan gapirganlar-ku. Agar nevropatolog nazorati hamda doimiy logoped mashg'uloti bo'lsa, farzandingiz qisqa muddatda hamda samarali davo topadi. Farzandim 5 yoshga to'ldi, lekin chaqirsam hali ham qaramayapti. Nima qilsam bo'ladi? Qulog'iga kir to'lib qolgandek kelin. Shuni yaxshilab tozalab yog' tomizib qo'ysangiz eshitadi. Nevropatolog hamda surdolog ko'rigi, EEG hamda audiogramma tekshiruvini tavsiya qilaman. Qizim 7 yoshga to'ldi. Hali ham kechasi joyini qo'llab qo'yapti. Davosi bormikin buni? Shamollatgansizdek kelin qo'y yog'ini yaxshilab qizdirib sursangiz yaxshi bo'lib ketadi. Bu holatda nevropatolog hamda urolog tekshiruvi, boshini EEG tekshiruvi hamda bel sohasini MRT tekshiruvi va laborator tekshiruvlar kerak bo'ladi. Bu farzandingizga to'g'ri tashxis qo'yishda yordam beradi. To'g'ri tashxis 50% davo degani. Xulosa va tanlov o'zingizdan. Sog'lom bola, sog'lom kelajak uchun Shahzod Medical'ni tanlang va biz sizga to'g'ri tashxis qo'yamiz va to'g'ri muolajalarni beramiz.